aka Forterga o'tirdik. Qo'ylarni ortib olganmiz. Asta ketyapmiz ishim bilan. Nasib bo'lsa chiqamiz. Ha, YouTube'ga chiqamiz nasib bo'lsa ishim bor. Nimadan kelyapsiz? Ey Alloh, yo'lda omonni bersa nasib bo'lsa 7:7 bilan uyda bo'lamiz, Xudo xohlasa. Inshaalloh. Safar Inshaalloh. Mana Nurobodda asfaltga ham chiqib oldik. Tekis asfaltga ham. Tabildar aniqida ko'p iziq bo'ldi. Suyamga qilinmoq, dirillab ko'p uni qilib ham berdi. Biz Nurobod asfaltda, tekis asfaltga ketyapmiz. Tunnellar qoidaga qilib qo'yibdi. eng uzun tunnel mana shular. Mana shular 2 minutda 32 sekundda chiqdik. Shu gaz bilan. Ikki minutda 32 sekundda mana shu tunneldan chiqdik. 100 tezlikda. Tunnellarda yaxshi bo'lyapsiz. Mana furalar. Qo'ylar yaxshi kelyapti. Qo'ylarim yaxshi kelyapti, zo'r. Bu yerda taxta bo'lmasa, temir bo'lmasa, reshatka qo'y. Shamallab ketyapti. Aka bilishni qing. Ozgina kamchiligi qolibdi. Faqat ventinator baland tepada ventinatorlar ishlamayapti. Hali ularni ham endi tuk bilan ulasa kerak. Tuklarni ulamagan, boshqa joyi zo'r. Radiatorimiz jorilib ketdi. Shu kamatchi shu nomerda yoqlab qo'yinglar. 6000 VG 10 regionda kamatchi yordam berib ketyapti. Acha shaharga ustaxonaga olib boraman deb. Texnika iloj yo'q, yo'lda qoldik. Inshaalloh bu yerdan Alloh xotirmasin. Alloh qo'llab o'zi bilan ustaxonaga borib qolsak, sozlatib ketamiz deb niyatda. Akamiz izdan ketyapmiz. Akamiz shu ko'p mashinalarga qo'l ko'tardik. Bir xil to'xtamadi, bir xil to'xtab turib nima deydi, katta shahargacha olib bormayman, yarim yo'lga olib boraman deb katta summa so'radi. Va akamizga iltimos qilgan edik. Mana shu akamiz 6000 VG 10 region shu ustaxonaga yetkazib qo'ylang deb edik. Acha olib ketyapti mana. Alloh rozi bo'lsin. Bola chaqasini yaxshiligini ko'rib yursin. Alloh ishiga baraka bersin. Mana olib ketyapti. Ketyapmiz mana shu strapada. Acha Foyzobodga keldik. Foyzobodgacha keldik. Biz Sulug'urning ustida birinchi undan o'tdik, o'z shu yerda urib yubordi. Radiatorimiz qanday jorilib ketdi, chizilib jorilib, suv to'xtamayapti. Suv quyapmiz, suv olib, kamatchilardan suv so'rab suv oldik. Quyapmiz, lekin to'xtamayapti. Ostdan sharilib olib boryapti, shuning uchun az tartib ketyapti akamiz. Mana keyin Saxovat Krogovoydamiz. Saxovat Krogovoydamiz. Ichkariga o'zib ber dedim. Ichkariga o'zib berdi mana kamatchi. O'zi unga ketagan. Bu yoqqa ketdi. Biz qavaldan ketishimiz uchun bu yoqqa ketishimiz kerak ekan. Krogovoydan shunday aylanib bu yoqqa ketishimiz kerak ekan. Shunaqa bo'lyapti. Bundan bu yoqqa tartib ketadigan odam yo'q. Endi tong jorsiz soat 2:30 bo'ldi. Tong jorsa bilan usta to'g'ib, sozlab degandan haydab ketamiz. Shunaqa gaplar hozircha. Bir baloqa mana sozlab olib, az betonkadan ketyapmiz. Shaharning ichida chekka yo'llardan, svetofor yo'q yo'ldan tanlab, Svetofor bor joyda haydayapsizmi? endi haydaymiz, endi o'rganam mana
bizni mana shu yerga Alloh to'g'rilab keldimi? U yoqqa ham to'g'rilab ketdi Aisham bu. Biz bilmadik mana yoqdan jo'nayotganda shu yerdan jo'nashimizni bilmadikmi? Ana shu buzilishini ham bilmaymiz ana shu. Xudo ota qilsa ul mana shu bo'lar Aisham bu. Mana shu ketyapmiz mana shu deb tarixni yozib Aisham bilan. Hech kim bitib qo'y ortib shaharning ichida bitib yurmagan edi. Etajlarda. İşte yiyip yuribmiz. Mana kamatchiga rahmat, otasiga mingdan ming. Shu gap taylagani uchun shaharda shu bir bola qilib bo'ston chaqirib sozlatib olib mana ketyapmiz yana. Mana aka, Foxirabatlardan o'tib oldik, Po'sidan ketyapmiz mana shu deb endi jo'laman deb bersa, nasib bo'lsa. Inshaalloh endi bu yog'i buzilmasdi. Ha, shu endi bu yog'i buzilmay qani yetib olay. Hayda ketyapmiz, Xudoga shukr endi bundan bu yog'i. Chiqarlar qiynaldi qarasa. O'zi kamgina qo'yib ketyapmiz, lekin oldin 120 110 ta olib ketdik, buncha qiynalmoqchi. Endi shunday taqdirda yozilgan ekan, 10 ta 20 ta qo'yib ketyapmiz, lekin shunday qiynalish bor ekan. Mana shunday boryapmiz hozir. Uloqlardan olib qo'ydik. Uloqlar ham ketyapti mana. 3 uloq. Ular ham och qoldi. 24 soat bo'lyapti ashti yemaganiga. Kecha soat 12larda bir yemizdirib olib edik. Yana bugun juribdi. Shu ahvolda usta yemizdirib bo'lmasa, mana shu deb boryapmiz hozircha. Nasib bo'lsa soat ham 1:38, 1:38 o'tyapti. Bas ketyapmiz endi. Hey, jo'lamanimni bersin. Nasib bo'lsa endi bundan buyog'i buzilmay qana borsin, Xudo xohlasa. İnşallah yetamiz bugun. Hey! Sabr qil, 1,5 soat qoldi. Eshbegam keldik mana. Jo'lamanni bersin, bundan buyog'i ham endi sog'-salom yetib olaylik. Eshbek Sattorov. Uloqlarim ochiqib qoldi. Soat ham 3:dan 11 o'tyapti. Baqirmanglar, oz qoldi. Hey, baqirma. Mana aka, qishloqqa ham keldik. Shirin, alo. Bloger. Qishloqqa kelib boshlaq. Nachala tanib qolib. Mana shu bizning qishlog'imiz bo'ladi deydi-ku. Mana shu mening qishlog'im degandan. Yo'l berjan qarabman. Uloqlar bilan kelib qoldik qishloqqa. Soat ham 4 bo'ldi. Mana shunaqa qishloq. Mana aka, qishloq. Cho'pon qishloq. Mana keldik. Maskaga bezan.